chiqdim. Suv tomib yotibdi. Bu issiq suvniki. Mana bu sovuq suvniki. Suv tomib yerto'lada achchiq holat, hid. Bir hafta bo'ldi shirkat xodimlarimizga murojaat qilib shu masala to'g'risida aytganman, zax bosib ketgan. Mana yerto'lani mana bu suv tomib yotganini bartaraf qilish bo'yicha zaявка beramiz. Bir nechta joyidan tomib yotibdi issiq suvniki. Mana bu sovuq suvniki. Telefon qilib zaявка berganman. Lekin hech qanaqa rezultat yo'q. 2 marta zaявка berdim telefon qilib santexnikimizga, yana starshi santexnikimiz Husan aka, Baxtiyor akalarga murojaat qildim, lekin hech qanaqa rezultat bo'lgani yo'q haligacha. Shunga bee'tibor bo'lmasligingizni so'rab qolamiz. Bu sliv trubamiz, mana sliv trubadan ham sinib tursa, mana bunaqa holatda yerto'lamizda oqib yotibdi. Shimoliy Olmazor ko'chasi 2-uyi yerto'lasi bu.